Kvartirani puliga 4 xonali hovli topib qo'ydim. Lokatsiyasi ham juda ham zo'r. Farg'ona shahar Kirgili Shodli masjidi orqasida joylashgan 4 sotuli xonadonimiz sotilyapti. Xo'p, xonadonimiz remontlari chala holatda ekan. Mana ko'ryapsizlar. 4 xona mana shunaqangi imzo tortib, tepasiga plastiklar qilib qo'yilgan. Bu tomonda detskiy qilishgan ekan, patologlarni qatirishmagan ekan. Olgan odam o'zi uchun epaqaga keltirib oladi, lekin narxi juda ham arzon. Xo'p, bu tomonda yana bitta xonamiz. Gaz, suv, kanalizatsiyadan bu joyda bilasizlar, umuman muammosi yo'q. Mana shu hammom, tualetga moslangan joy ekan. Narigi tomonda oshxona, bu tomonda omborxona. Sotigimiz 4 sotiga ekan mana shu joy. Polni dokumenti umuman muammosi yo'q deyapti. Narxi ham juda ham arzon. $29,000 yana kelishadigan joy bor ekan. Lokatsiyasini men sizga yana bitta ko'rsatib o'taman. Shodli masjidi yonida kirganda, mana Shodli masjid ko'rinib turibdi. Masjiddan 100 metr ichkari kirganingizda mana shu 4 sotili xonadonimiz sotilyapti. O'zlaringiz aytganimdek bitta remont qilsalaring, narxi lekin juda ham arzon. $29,000 yana kelishadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarga telefon qilib bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi.